Qanday qilib chegaradan o'tgan va menga og'riq yetkazgan insonni qo'yib yubora olaman? Sizni chegarangizni buzishgan, kamiga og'riqni siz his qilyapsiz. G'alati holat. Har bir insonni ichki konstitutsiyasi bo'ladi, ichki qonuniyatlari bo'ladi. Siz bu holatda nimaga qiynalasiz? Chunki sizni qonuniyatlaringizga to'g'ri kelmaydigan ishni boshqa inson sizga ko'rsatganida, ya'ni siz bu ishni hech qachon qilmagan bo'lardingiz. Lekin sizni chegarangizni buzgan, sizga og'riq yetkazgan inson uchun bunday holat normal holat va uni ichki qonuniyatlariga to'g'ri keladi. Shunchaki sizlar turli xil qadriyatlar, turli xil ong darajasi, turli xil muhitda katta bo'lgan insonlarsiz. Bunday vaziyatda shunchaki u insonni qabul qilib qo'yib yuborishni o'zi yetarli bo'ladi. Agar shunda ham u insonni qo'yib yubora olmasangiz, o'zingizga savol berib ko'ring. Bu inson nima uchun bunday munosabatni menga ko'rsatdi? Bu holatdan men nima dars olishim mumkin?